Assalomu alaykum. Xudo xolasa bugun sizlar bilan 2025-yil 1-noyabr uylarga, do'konlarga, naveslarga tomini yopish uchun firmalar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p. Buni tepasi 4x4, ichi ham polni 4x4 bo'ladi. Tagi 6x4 bo'ladi. Bularimizni 1 metri 165 ming so'mdan. To'qilishli rayonlari Ipilus navindi xori shaklda bor, 35 yillik. Bularimiz 1 metri 130 ming so'mdan. Ko'rishlar mumkin. Buni ham bu 4x4 materialdan bo'ladi. Konteynerda lagasidan bo'lgan. 12 ga 4, qalinlik stinkasi ham 4. Buning 1 metri 190 ming so'mdan boshlanib ketaveradi. Kimga kerak bo'lsa. Bu yoqda konteyner svorkalarni ko'rishlar mumkin. Xudo xolasa chiroylab bitkazib beramiz. 6x6 profildan. Ichi shiviller, bu ham shiviller, qalinligi 4 stinka, uzunligi 11.70 bo'ladi. 1 metri 175 ming so'mdan boshlab oyog'iga qarab ketaveradi. Tepasida stigi bori arzonroq bo'ladi, stigi yo'g'i qimmatroq bo'ladi. Buni uylarga, yeroyvorlarga qo'yib, ustiga to'sin bosib, lomboz bosib bemalol ishlatishlar mumkin. Kamizda 2 skatligi ham bor. Konteyner shivilleridan bo'lgan bu 2 skatli firma. Uzunligi 13 metr, buni ham 1 metri 190 ming so'mdan. Xo'p, mana buni yuklayapmiz hozir dang'araga. Lomboz bosiladi, 12 metr uzunligi, tagiga firma to'qib olgan. Ichini mana bunday tom ko'rinishda to'qib chiqilgan. Buni 1 metrini 205 ming so'mdan qilib berdik. Ko'rishlar mumkin. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa sizlar bilan konteyner biznes kanalida bo'ldi. Yangi boshladik. Xudo xolasa tanishtirib o'tamiz polni. Mana bu tosh xizmati, Bodir aka.